Работа сдельная, сбивщики поддонов, торцовщики, рамщики. У всех зарплата разная. Рамщики от 6,5 зарабатывают, торцовщики от 100 до 140 тысяч в месяц зарабатывают. А вот рамщики 6,5 тысяч в день. Ну, то есть там расценки хорошие. Проживание в вагончиках у нас есть, столовая. Ну, не столовое, место приготовления пищи, 2 вагона спаренных. Потом есть у нас душ. Есть стиральные машины, сушилка такая специальная, где одежду посушить можно, раздевалка. Туалет, правда, на улице. А остальное, люди приезжают, работают немножко, едут получать патент. На патент деньги даем. Там, на первое время, там, да, чтобы получить патент, съездить. И все, люди работают, у нас люди работают по 6 лет уже. С Узбекистана, Таджикистана. Odamlar yana bir bor yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, ishlar bilan charchashlar yo'qmi akalar, opalar? Aytib o'tganimdek, mana shu podeshkalaringiz bo'lsa, podeshka bo'lgandan keyin akalar motivatsiya olinadi, любой odam inshaalloh harakat qiladi yana yaxshi ishlar chiqarishga. Bugun xudo xolasa yana bitta ish chiqaryapmiz. Moskva shahri, Moskovskiy oblast, город Воскресенск. Vatandoshlar Moskvadan kuzatayotgan bo'lsa, обязательно kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Inshaalloh Moskvadan ham ishni chiqarishdi. Mana shunday chastinlarda harakat qilamiz, faqat sizlar podeshkalar. Xudo xolasa sizlarga juda bir yangilikni olib chiqmoqchiman. Mana shu kanalimizga bemalol telefon qilib foydalanishlaringiz mumkin. Reklama desak ham bo'ladi, vatandoshlar. Bu akamiz Islomjon Jamolov degan akamizga bemalol musofirda yurgan vatandoshlarimiz Rossiya hududi barcha Sankt-Peterburg, Moskva, Chelyabinsk qayerdan bo'lmasangiz bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sizlarda barcha turdagi dokument ishlaringiz bilan o'z hissalarini yo'lga qo'ygan 9 yil ish stajlari bor. Agar kimdir tushunmovchilik, patentga yordam, registratsiyadan qiynalayotgan vatandoshlar bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Rossiya hududiga va yanada pochta xizmatlari bor. Kimdir qayerdan prava kerakmi, pasport, perevod, sertifikat, barcha quyidagi dokumentga Islomjon Jamolov akamizga qo'ng'iroq qilasizlar. Like, kommentni bosamiz. Moskva, Sankt-Peterburg vatandoshlar faqat podeshkada bo'lingizlar. Inshaalloh ishni dodasini kutib qolingizlar. Bugun xudo xolasa ish chiqaryapmiz. Moskovskiy oblast, город Воскресенск, paddon taxlayotgan zavod. Ramshik akalarimiz, tarsovshik akalarimiz bo'lsa, vatandoshlarimiz faqat ish ichkarida issiq joyda bo'ladi akalar. Yotoqxonasi bor, dush, tualet, banya, hamma narsa usloviyasi bor. Tarsovshik akalarimiz 6500 rubl akalar smenasiga olyapti. 6500 rubl. Bu ishga esa O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolarini taklif qilinadi va ish davomida 8 soatlik ish vaqti 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan vatandoshlarimiz bemalol borib ishlasa bo'ladi. Oylikka kelayotgan bo'lsak, akalar, oylik O'zbekistondan borishingiz mumkin. Men mana shunaqa podeshka qilsalaringiz, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan borayotgan ishlar chiqaraman, чтобы sizlarga u yerda yordam qilsinki, patent, registratsiya, hamma dokumentlaringizni taxlab berishga pul yordam qiladigan ishlardan chiqarib boraman. Mana shu ishimiz ham O'zbekistondan misol boraman desangiz, vatandoshimiz boradi, sizni kutib olishadi. Sizga u yerda ishlab turasiz, 1 oy vaqtingiz bor. Hamma biladi buni. 1 oy vaqtgacha sizga pul beriladi, siz borib dokument, patent, registratsiya hamma narsalaringizni taxlab olishga imkoniyat bor akalar, opalar. Oyligi har 15 kunda bez zadержка. 15 kun deganda boshqa joylarda bilasizlar 15 kun zadержкасы bor. Lekin bu ishda 15 kun, faqat 15 kun hisoblaysiz, 15 kunlik oyligingizni olasiz. Aytib o'tgandek, ramshik akalarimiz, tarsovshik akalarimiz bo'lsa, pastda nomerda o'zim nomerim va ruskiy nomerini ham qoldiraman. Agar ruskichani biladigan vatandoshlarimiz bemalol o'sha mana shu Anatoliy deganga telefon qilishlaringiz mumkin, WhatsApp'i bor. Agar o'zbekcha gapiraman degan vatandoshlar mening WhatsApp'imga chiqasizlar, men nomerini tashlayman, o'zlaringiz bemalol ma'lumot olishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Inshaalloh yangi ishlarni kutib qolaman degan vatandoshlar, like, kommentariya bosamiz. Qayerdan kuzatayotganingizni inshaalloh biz yaxshi ishlarni chiqarib boramiz. Rahmat e'tiboringiz uchun, jonlaringiz sog' bo'lsin.